Olmaliqdagi bu joyni 3 yil qidirdim, topdim. Endi sizlarga ham illaman. Hamshaharlar, kitob o'qiydiganlar ancha ekanmiz, chunki kutubxonani 10 mingdan oshiq obunachisi bor ekan. Endi ichkarini tanishtirsam, kirasiz, ro'yxatdan o'tib, yil tekinga kitob o'qiysiz. Uyga olib ketsangiz ham, shu yerda o'tirib o'qisangiz ham bo'lar ekan. Hamma sharoitlar bor. Bir nechta katta zallar, bolalar va jahon adabiyoti, qator kitobjonlar, kompyuter, onlayn kitoblar, hatto bolalar xonasi ham bor. Qarimsku qizim, partada kitob o'qish qiyin desangiz, yumshoq divan va gazetalar ham qo'yishgan. Milliy burchak va Olmaliqqa oid adabiyotlar ayniqsa e'tiborni tortdi. Asar yoki mualliflarni shu harflardan qiynalmay topsangiz ham bo'lar ekan. Bemalol kelavering, maza qilib kitob o'qishli joy ekan. Kitoblar 20 mingdan oshiq. O'zbek, qozoq, rus, tojik tillarida, hatto braille yozuvdagilari ham bor. Olmaliq axborot kutubxona markazi, manzil Quyi terrasi. Bu joyni yoritishimni onam so'raganda 78-yilgilar, qani sizlar kutubxona esinglardami?